Biz hamda Word 2010 dan foydalanib o'lchamlik mazmun beti ishlaymiz. Masalan, siz ma'lum bir uqtirish yoki to'xtamnoma eng oddiy bir o'lchach e'lonni uyg'urcha yozmoqchi bo'lsangiz qanday qilasiz? Buning uchun bet atrofidan loyihasinmi yoki loyihamasini bu ancha zo'r emas. Mazmun jiqaroq bo'lsa bet atrofini tanishamiz. Bet atrofini kichikroq qilish orqali jiqaroq mazmunni patqizib bo'ldi. Tushundingizmi? Endi biz mazmunni uyg'urcha yozamiz. Uyg'urcha xat o'ngdan boshlansin, o'rni to'g'rilansin mavzu. Andan keyin xat nusxasi L4 bosma. 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 Endi o'qituvchi yozib oldik. Andan keyin qolgan mazmunlar ish qurdim boshlanadi. Endi mazmun yozib bo'lgandan keyin buning mavzusi esa cho'ng'ara chiqdi. Mana boshqa mazmunlarimi muvofiq holatda chiqdi. Endi buni doimiy qilsangiz, mayli bo'ldimi bu? Endi bundan cho'ng'ara chiqmoqchi. Unda bo'lsa men mavzuni texnik cho'ng'ara chiqardik. Mana boshqa mazmunlarimi